Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. To'g'ridan to'g'ri egasidan Captiva 4 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Shuni darrov e'tiboringizga ko'rsatishni ma'qul topdik. Musofir yurgan hamyurtlarimiz Ramazonlarda charchamasdan. Xo'p, mashinamiz 2017 100 mingdan osha yurgan, kraskasi top-toza, Captiva 4 2.4 motorda. Mana balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yaxshi holatda. Mashinamizni yurish-turish holatlari yaxshi. Qizig'i, mashinamizga 430 talik metan gaz ustanovka bo'lgan. Mana marhamat, salonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana o'zini asha kojinli saloni, lyuklari. Xo'p. Mashina sotiladi. Mana shuni tagida 430 talik metan gazi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Buni pulini $16.500 ga berib yuboriladi. Ko'ringlar. Marhamat. 2017 Captiva. Bunisini ham obzor qilib beramiz. Buni sal puli yuvoshroq, sal kraskasi bor, lekin holat yaxshi buni ham. Buni ham bir 2 soatdan keyin tayyorlab qo'yamiz buni. Marhamat, mashina sotuvda. Captiva 2017.